Assalomu alaykum. Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi baxtiga musharraf bo'lgan yoshlar bilan talabalik hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan oltin davr ko'rsatuvi efir yuzini ko'rish arafasida. Shuning uchun bugun ko'rsatuvimizning birinchi sonini suratga olmoqdamiz va ko'rsatuvimizning ilk mehmoni ayni Toshkent davlat yuridik universitetining magistranti va bir vaqtning o'zida xuddi shu universitetning ilmiy boshqarmasi uslubchisi sifatida faoliyat yuritayotgan Hojiakbar Rustamov. Hojiakbar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asadbek aka. Avvalo sizni ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Hojiakbar talabalik faoliyati bu bevosita ilmga, bilim olishga to'liqligicha bevosita bog'langan bir davr. Men shunaqa bir savol bermoqchimanki, talaba bo'lganingizga qadar bo'lgan davrda ilmga munosabatingiz qanday edi va talaba bo'lganingizdan keyin ilmga munosabat qanday bo'ldi? Bilasizmi Asadbek aka, talabalikgacha bo'lgan davrda keling, abituriyentlik deylik. Menda abituriyentlik demak davrimda demak oliy ta'limdan keyingi ta'lim, ya'ni shu ilmiy darajalar olish yoki ilmiy unvonlar olish tushunchasi bo'lmagan. Men ilm olish tushunchasini faqat shu kitob o'qish yoki mutolaa qilish va pedagogik mahorat deb bilganman, ya'ni boshqalarga berish. O'zingizni bilimlaringizni boshqalarga berish. Va men 2023-yili mana shu ilmiy boshqarmada kotib ish yurituvchi sifatida ish boshlaganimdan so'ng sekin astalik bilan ilmiy faoliyat, olim tushunchasiga menda yorqinroq bir tasavvurlar paydo bo'la boshladi. Endi aniq bir tushunchani sizga aytib ketishim kerak, o'zimda bo'lgan, ya'ni o'zimda kelib chiqqan holda pedagog va olim tushunchasi menda ikki xil shakllangan. Pedagog deganda o'zi aslida hamma biladi, ya'ni tarbiya beruvchi, ilm beruvchi boshqalarga, boshqa o'zini o'sha shogirdlariga ilm beruvchi va bu cheklanadi, kichikroq tushuncha. Endi olim tushunchasi bu boshqacharoq men talqinimda, ya'ni olim bu ijtimoiy munosabatlardagi muammolar va shu tugilib qolgan qandaydir yechimini kutib turgan muammolarga o'zining tadqiqotlari natijasida yechim bera oluvchi, demak, izlanuvchi yoki natijalariga erishgan, tadqiqot natijalariga erishgan, demak, shaxs hisoblanadi. Zo'r. Endi mana shu tushunchalardan kelib chiqib, men agarki abituriyentlik, ya'ni talabalikgacha bo'lgan davrimda faqat olim yoki butun ilmiy faoliyatdagi shaxsni faqatgina shu pedagog sifatida tanigan bo'lsam, o'qituvchi deb tanigan bo'lsam, hozirgi kunda menda demak tushuncha bor, olim tushunchasi bor, ya'ni ilm beruvchi ilmiy inson, bu menda ilm tadqiqotchisi inson, bu olim tushunchasi shakllanib, yangi tushuncha qilib shakllanib kelgan menda. Men o'ylashimcha, Hojiakbar, mana shu ilmiy boshqarmadagi mehnat faoliyatingiz sizga hali abituriyentligingizda hali tasavvuriga ega bo'lmagan oliy ta'limdan keyingi ta'lim faoliyatini davom ettirish yetarli motivatsiyasini uyg'otdi. Albatta. Chunki mana hozir siz universitetda magistratura bosqichida tahsil olyapsiz. Bu magistratura degani oliy ta'lim akademik bosqichi deyilganida. Albatta. Bu magistratura sizga nimalar beryapti? Va bu savollar mantiqiy davomi sifatida yana so'ramoqchimanki, mana shu sizga magistraturada taqdim etayotgan imkoniyatlar sizning mehnat faoliyatingizda, chunki siz ilmiy boshqarmada ishlaysiz, qanchalik amaliyotda asqotyapti? Amaliyotda endi amaliyotda ilmiy boshqarmani amaliyoti deyilganda ilm qilish bir xil juda ko'pchiliklar menga savol beradi. Siz maqolalar chiqaryapsizmi yoki monografiya? Ko'pchilik shunday o'ylaydi ilmiy boshqarmadagi xodimda. Lekin bizda yo'q, unday emas. Chunki albatta biz ham maqolalar chiqaramiz, lekin biz hali magistrlik darajasida o'qiymiz. Shunisini ham unutmaslik kerak. Ilmiy boshqarmada ishlaganimiz bilan magistrlik darajasida o'qiymiz. Biz dissertatsiyalar yozmaymiz, biz ilmiy tadqiqotlar o'tkazmaymiz. Biz shu ilmiy tadqiqotlar o'tkazayotgan tadqiqotchilarni ishlari bilan shug'ullanamiz. Mana shu joyiga ham e'tiboringizni qarataman.
Xo'p, endi savolingizni birinchi qismida magistrlik Sizga nimalar berdi va men undan olganlarimni o'zimni ishimda, hozirgi kundagi ishimda qaysi holatlarda qo'llayapman? Mana shu savol bo'ldi. Xushroq. Hop, endi magistraturada menga yangilik sifatida bir qancha fanlar o'tildi. Bularda o'sha tadqiqotlar o'tkazish metodologiyasi. Va bunda bizga o'sha o'qituvchimiz kirib, maqolalar yozish bo'yicha o'zlarining fikr va mulohazalarini berib o'tdilar va bu menga hozirgi kunda bitta yaxshi maqola ustida ish olib boryapman. O'zini o'sha yaxshi tomonlarini berdi. Lekin magistratura va ilmiy boshqarma o'rtasidagi qandaydir bir munosabatlarni menimcha taqqoslash noto'g'ri bo'lar edi. Faqatgina o'ylash kerak, magistrlik darajasiga men o'z magistrlik darajasi bakalavr dan keyingi faoliyatdan keyingi oliy ta'lim va undan keyingi ta'limdagi o'rtasidagi ko'prik. Men uchun mana shunday tushuncha va xudo xohlasa oliy ta'limdan keyingi ta'limda ham ilmiy darajalar olish yo'nalishidagi bir ko'prikdan sifatdan foydalanamiz. Shu yerda sizga bitta qiziq savol. Abituriyentligingizda siz mana yuqorida aytib o'tdingiz, oliy ta'limdan keyingi ta'limni tasavvur qilmaganman deyapsiz. Va mana kun kelib siz ilmiy boshqarmada mana shu oliy ta'limdan keyingi ta'lim bilan shug'ullanadigan faoliyat bilan yaqindan ishlayapsiz-da. Hozir magistratura va ilmiy boshqarma bu munosabat aytaylik bir-biriga birmuncha uzoqroq. U oliy ta'limdan keyingi ta'lim bilan ko'prik vazifasi, shunga o'xshash gaplarni aytyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? Ertaga 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi, yana fikrlaringiz o'zgarib qolmasmikan? Bilasizmi, inson mana misol uchun men aytdim, abituriyentlik davrimda oliy ta'limdan keyingi ta'limni umuman tasavvurimda bo'lmagan. Va bu o'sha 3-kursdan keyin sekin-sekin atrof muhitimda shakllangan aura, ya'ni hudud meni shu magistrlik darajasi magistraturaga yetakladi. Chunki bu darajani olmasdan turib hozirgi kunda oliy ta'limdan keyingi ta'limga qadam qo'yishning iloji yo'q bizda hozirgi kunda. Endi aytish kerakki, atrofingizdagi insonlarning ham juda ta'siri katta. Ustozlar, atrof muhitdagi insonlarning ta'siri katta va sizning fikrlaringiz doim sayqallanib boradi. Agarki kelajakda boshqa fikrlar o'zgarishi, men bir xil insonlar aytadi, men hech qachon o'zgarmayman, boshqa tushunchalar bo'ladi, lekin men bundan yiroqman. Atrofdagilardan yaxshi jihatlarni olib, yomon jihatlardan tushunchalar hosil qilib, albatta yaxshilikka qarab, shu ilm sohasida insonlarga pedagogik faoliyatda albatta yaxshi natijalarga erishganmiz deb o'ylayman. Hali bir gap bor. Change is never easy but always possible. O'zgarish hech qachon oson emas, lekin har doim imkoni bor. Albatta, o'zgarish kerak deb o'ylayman. Xo'p, ilmiy boshqarmada 2 yildan beri ishlab kelyapsiz, to'g'rimi? Da. 2 yildan beri. U boshqarma faoliyatida endi metodist, uslubchi lavozimida salkam. Endi bu liftni haligi zinani boshi bu. Kotib ish yurituvchi bo'lib ham ishlaganman. Demak, ikkinchi zinadamiz ilmiy qavatda. Katta marralar qo'yilgan, albatta ustozlarga havas qilib, ustozlardan. Menga qiziqki, universitet ilmiy salohiyati qanaqa bugungi kunda? Aytaylik, uni ilmiy salohiyatini oshirish haqida qanaqa ishlar qilinyapti? Va albatta ilmiy salohiyatda yoshlarning roli qanaqa bo'lyapti? Nimaga yoshlarning rolini men alohida so'rayapman? Chunki biz ilm deganda ko'proq yoshi katta professorlarni tushunamiz-da. Albatta, hozirgi kunda ilmiy salohiyatni oshirishga qaratilgan reytingga, xalqaro reytinglarga kirishga qaratilgan bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Universitetimizda hozirgi kundagi reytingi 52.3% ni tashkil etadi. Bu professor o'qituvchilarni, demak, ilmiy darajaga ega bo'lganligidan kelib chiqadi, men sizga aytsam. Ana endi keyingi savolingiz yoshlarga aloqador bo'ldi. Demak, ilmiy salohiyatga erishishlikda, universitetda o'sha ilmiy salohiyatga erishishligida demak yoshlarning ta'siri deb aytdingiz. Roli. Demak, yosh hozirgi kunda universitet bir nechta harakatlar, demak bir nechta istiqbolli rejalar amalga oshirilyapti. Yoshlarni ilmga jalb qilish, ya'ni ularning faoliyatini yo'naltirish bo'yicha. Birinchi o'rinda eng katta qadamlarda men o'zim shaxsan
eng katta qadamlardan biri deb o'ylayman. 2023-yil 19-aprelda Islombek Rustombekov rektorimiz tomonidan 66-sonli umum son qarori nizomi tasdiqlandi. Unda ishga kirish yoki bo'shatish shunaqa tartib soladi. Bunda eng katta o'zgarishlardan biri sifatida aytib o'tish kerak, ya'ni stajyor o'qituvchi lavozimi paydo bo'ldi. Ya'ni yangi tushuncha kirib keldi universitetimizda. Bu ya'ni bunda aytib o'tish kerak, stajyor o'qituvchi nima? Hozirgi kunda stajyor o'qituvchi bakalavrni bitirgan va magistratura bosqichiga kirgan va ilmiy faoliyatni kelajakda o'qituvchilikda yoki o'zini ilmiy faoliyatda ko'rgan talabalarni ishga kafedraga o'qituvchilarga biriktirgan holda ishga olish jarayoni hisoblanadi. Bu ham o'sha yoshlarni yana ham qamrovini kattalashtirish va ularni ilmiy faoliyatga tayyorgarlik ko'rishdagi katta qadamlardan biri hisoblanadi. Ana endi sizga aytsam, hozirgi kunda 14 ta 2024-yildagi 3-kurs doktorantlarimiz bor bizni. Doktorantlarimiz hozirda ilmiy seminarlardan o'tib, ilmiy himoyalardan o'tib, o'zlarining o'sha diplomlarini olganlari ham bo'lyapti. Hozirgi kunda 4 ta doktorantimiz 30 yoshgacha hisoblanadi. Bu doktorantlarimiz demak hozirgi kunda qo'yilganlariga diplomlarini ham olishdi. Demak, ilmiy salohiyatni oshirish 2020-yilda boshlaridan ko'ra hozirgi 2024-2025-yillarda ancha demak samaraliroq takomillashtirilgan. Men buni statistikamizda ham aytib o'tsam bo'ladi. Demak, 2022-yilda 90 tadan oshiq mustaqil izlanuvchilarni qabul qilgan bo'lsak, hozir 2024-yilni o'zida 91 ta, 2025-yilda o'zida 194 ta mustaqil izlanuvchi qabul qildik. Va ularni biz ham bir fakultet desak bo'ladi, ilmiy boshqarmani, ilmiy bo'limda bir fakultet desa bo'ladi kichikroq. Endi bularni albatta monitoringini yuritish, ularni samaradorligini yuritishga ham oson bo'lgani yo'q. Ularda harakat qilyapmiz va bir yilda bir marta monitoring qilganmiz tayanch doktorantlarimizdan. Bu yosh iloji boricha tayanch doktorantlarimiz demak yosh jihatdan kichikroq hisoblanadi. Mustaqil izlanuvchilarimiz demak kattaroq yoshdagilar hisoblanadi. Mana shu oliy ta'limdan keyingi ta'lim faoliyatida xotin-qizlarning roli qanaqa? Xotin-qizlarning roli demak hozir hukumat darajasida prezidentimiz tomonidan bir qator erkinliklar berildi va imkoniyatlar berildi. Oliy ta'limda ayollarimizni olima bo'lishlari uchun, ularni demak istak va talablaridan kelib chiqqan holda ilm qilishlari uchun juda ko'p imkoniyatlar berildi. Va bularda imkoniyatlar sifatida men aytib o'tishim mumkin. Mana misol uchun bakalavrda ta'lim kreditlari. Keyin magistrlik darajasiga, magistraturaga kirgan ayol qizlarimiz hozirgi kunda demak davlat tomonidan to'lab berilgan kontrakt asosida o'qishyapti. Bu ham bir katta natija, bu ham bir ajoyib natija. Va mana shularning ta'siri natijasida bizni doktorantura, tayanch doktorantura, mustaqil izlanuvchilik demak institutlarimizga ham ancha talabgorlar oshgan. Mana misol uchun men sizga aniq bir raqamlarda aytaman. 31 ta 2024-yilda qabul qilgan 2025-yildan birinchi kurs bo'lgan 31 ta doktorantimizning 13 tasi demak qiz, xotin-qizlar bo'lgan. Va bu men solishtirish uchun aytishim mumkin, 2018-yilda 2 ta, 2019-yilda 4 ta, umumiy qilib aytganimizda 5 tagacha ham yetmas edi. Va bu hozirgi kunda yaqqol bilinyapti. Demak, magistratura, bakalavrda qizlarimiz, xotin-qizlarimizni keng olima bo'lishlari uchun imkoniyatlar yaratib berilgani hozirgi kunda bilinib kelmoqda. Yaxshi progress ketyapti. Hali Konfutsiyaning yaxshi, albatta. Konfutsiyaning bir gapi bor. Agar bir ayolni o'qitsangiz, butun bir boshli avlodni o'qimishlik qilgan bo'lasiz deydi. Hoji Akbar, ko'rsatuvimiz nomi talabalik oltin davr. Bizni ko'rsatuvimizda mehmon bo'ladigan yoshlar bu demak talaba baxtiga musharraf bo'lgan yoshlar. Biz hozir mana ko'rsatuvimizda yana bitta turkumni joriy qilganmiz-da. Ko'rsatuvimizning keyingi mehmoni hozircha kimligini men ham bilmayman ochig'i. Va ananing tarzi ularga savol qoldiramiz. Ya'ni ko'rsatuvni hozirgi mehmon, ya'ni siz keyingi mehmonga savol qoldirasiz. Demak, savol qoldirishim kerak keyingi mehmonga.
Bilasizmi, men juda ko'p do'stlarim bo'lgan, ya'ni talabalikgacha. Talabalik oltin davr deb turibsiz o'z nomi bilan. Demak, talabalik oltin davr bo'lgandan keyin inson o'ziga bir chiroyli, yaxshi do'st topish kerak. Men bunday do'stlar, endi oshnalar, do'stlarim ko'p, lekin haqiqiy bitta do'stim bor talabalik oltin davrimda va bunday do'stimni men undan oldin topa olmaganman. Undan oldin ham zo'r do'stlarim bo'lgan, lekin bu kabi do'stni topa olmaganman. Mana shu keyingi, xudo xolasa, keyingi ishtirokimiz davomiy bo'lsin, bu demak ko'rsatuvingiz va agar keyingi ishtirokchiga men shunday savol bo'lardim, talabalikda oldin do'st bo'lsa, talabalik oltin davrida ham shunday do'st topa oldimi yoki yo'q? Mana shu savol demak bo'lar edi. Do'st talabalik davrida, oltin davrida demak oldin topa olmagan do'stini topa oldimi? Zo'r savol, aniqlik kiritsak. Tushunarli. Hoji Akbar, ko'rsatuvdagi ishtirok, bildirib o'tilgan fikr, mulohazalar uchun men o'z minnatdorchiligimni bildiraman sizga. Rahmat sizga ham mana shunday ko'rsatuvga bizni taklif etganingiz uchun, fikr mulohazalarim sizga qiziq bo'lganligi uchun juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Oltin davr kuzatuvchilari bilan ayni ko'rsatuvning keyingi sonlarida yana ko'rishguncha deya xayrlashib qolamiz. Sog', salomat bo'linglar.